Tasavvur qiling. Sizning oldingizda dunyodagi eng qimmatli, eng tez mangadigan Ferrari mashinasi turibdi. Motori 800 at kuchiga ega. Loyisi mukammal, bahasi $1,000,000. Hamma narsa tayyor. Agar men mushu mashinaning yiqilg'u bakiga aran bir qo'shiq, shunaq aralli bir qo'shiq qum silib etsam, nima bo'ladi? U mashina mangamdi. Yo'q, u 800 at kuchiga ega motor birdan maylanmaydi. U $1,000,000lik qimmat shu bir qo'shiq axlat sababidan bir döv to'mirga aylanadi. Bugungi suhbatimiz dal mushu haqida. Biz o'zimizni ojiz, qobiliyatsiz, qo'lidan ish kelmaydigan bir avlod deb o'ylaymiz. Yo'q, qarindishim. Sen undaq emas. Sening motoring, sening aqling, sening iymoning xuddi shu Ferrariga o'xshash qudratlik. Bizning birdan-bir masalamiz sistemimizning ichiga kirib olgan, ammo biz uni sezmayotgan shu bir qo'sh qum, ya'ni ruhiy axlatlar. Bugun biz shu motorni chuviymiz, ramazonlik tozalashni boshlaymiz. Tayyormisiz? Assalomu alaykum mening izbosar do'stim. Siz balkim his qilgansiz. Yillardan beri o'ginaman deysiz, ammo kallangizga bir narsa kirmaydi. Namozimni tartibga solaman deysiz, ammo huzur topolmaysiz, xush yoqmaydi. Vatan uchun bir ish qilaman deysiz, ammo o'rningizdan turib bo'g'ichi put qo'lingizda mag'dur yo'q. Bir xil ig'irlik besib oladi. Bilamsiz nimishqa? Chunki bizning mini sistemimizga virus kirib oldi. Biz faqat texmi ko'p kitob o'qisam, texmi ko'p leksiya anglasam tuzilaman deb o'ylaymiz. Bu xuddi virus besib ketgan kompyuterga texmi ig'ir, yangi programmalarni qochilganga o'xshaydi. Natijada nima bo'ladi? Kompyuter texmi qotidi, balki ko'yib ketishi mumkin. Muajiratdagi nurg'un yoshlarimizning ruhiy holati dal mushundaq. Shuning uchun avval biz o'zimizni format qilishimiz kerak. Bizning qalbimizda nimalar bor? Umidsizlik, mendan bir natija chiqmaydi. Gunohga ko'nib ketish, ko'z zinosi, g'ayvat, bo'sh vaqt deganga o'xshash. Vahima, rizq va kelgusi andishisi. Passivlik, boshqalar qilsin, balli qilamdim. Mana bularning hammasi ruhiy axlatlardir. Bu axlatlar turgan yerga siz har qancha isil davlatchilik ideyasini akasingizmi, u yiltiz tatmaydi. Chunki zimin bulg'angan, tuproq buzilgan. Bu yerda men sizga bir qiziqarli nazariyani so'zlab beray. Amerikada broken window theory, ya'ni buzilgan deraza nazariyasi deydigan bir qarash bor. Bu nazariya mundaq deydi. Agar cho'ng bir binoning birli derazasi chiqilib, shu peta o'ngshalmay tursa nima bo'ladi? O'tib ketayotgan kishilar bu binoga hech kim ega emas o'xshaydi deb o'ylaydi. Ondan ikkinchi derazada chiqishidi. Ondan uning tomlariga sizishidi. Ondan uya jinoyatchilarning zahar atkaschilarining uvusiga aylanadi. Mana bularning hammasi nimadan boshlandi? Shu bir tal kichikkina o'ngshalmagan derazadan boshlandi. Qarindishim, sizning ruhiy dunyoyingizmi dal mushundaq. Siz bir qitim ko'zim xatoyaga qarab qoldi, hech qisi yo'q. Bugun bir qitim yolg'on so'zlayotdim, kichik ish deb o'ylaysiz. Ammo shu kichik gunoh sizning qalb binoyingizdagi buzilgan derazadir. Shayton dal shu yo'chiqdan kiradi. U sizga pichirlaydi. Sen baribir gunohkor, sening qo'lingda nima keladi? Sen millatga nima ish qila olaysың? Hatto sen bir munofiq deyishi mumkin. Shuning bilan siz o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotasiz. O'zingizni tashlab etasiz. Men buzilib bo'ldim, endi o'ngshalmayman deysiz. Ko'rdingizmi? Bir dona kichik virus butun sistemini ishdan to'xtatdi. Mana mushu ahvolni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mundaq bayon qilgan. Bir banda gunoh qilsa, uning qalbida bir qora chekit paydo bo'ladi. Ondan u tavba qilsa, qalbi pokizlanadi. Agar yana gunohga qaytsa, qora chekit ziyoda bo'lib, oxirida butun qalbni qoplab oladi. Tarixga qarang. Salohiddin Ayyubiy Qudusni ilishdan burun nima qildi? U bevosita qilich ko'tarib jangga kirdimi? Yo'q. U avval musulmonlarning ichidagi aqidaviy bulg'unishlarni, xurofotlarni, bo'lgunchiliklarni tozaladi. U avval ichki tozalash ibodi. Chunki u biladi, kir qalb bilan pokiz g'albini qozong'ili bo'lmaydi. Qur'onda Alloh taolo payg'ambarning vazifasini bayon qilganda yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba wal hikma. Ularga oyatlarni tilovat qiladi, ularni poklaydi, ondan kitob va hikmatni o'rgatadi deydi. Tartibga diqqat qiling. Avval poklash, ya'ni tozalash, ondan o'rgatish, ya'ni ondan keyin qurilish qilish.
Xo'sh, undaqda biz qandoq tozalaymiz? Ramazon bizning yillik virus tozalash vaqtimiz. Bu oyda osh qilishimizning sababi badanning ovozini pasaytib, ruhning ovozini anglash uchundir. Sizga 3 xil axlatni ko'rsatib beray. Bugun shularni supurib tashlaylik. Ümidsizlik axlatlari. Biz tugashdiq, endi umid yo'q degan so'zlar. Bu Allohning qudratiga bo'lgan haqorat hisoblanadi. Buni kallangizdan chiqarib tashlang. Allah boyada tugash yo'q. Gunoh axlatlari, telefondagi harom ko'rinishlar, tildagi g'ayvat, bular sizning davlatchilik energiyangizni sumirib oladigan to'shklardir. Siz bir ko'zingiz bilan haromga qarab turib, yana bir ko'zingiz bilan vatanning kelgusini ko'ranmaysiz. Bu mumkin emas. Avval ko'zaynikingizni surting. Vaqt axlatlari, maqsadsiz isrof bo'lgan soatlar, TikTok, o'yin, foydasiz paranglar. Bir izbosarning lug'atida vaqtim o'tmayotidi degan so'z bo'lmasligi kerak. Bizning vaqtimiz yetmayotidi. Qarindishim, agar biz haqiqatan davlat qurishga loyiq yoshlardan bo'lamiz deydikanmiz, bugun bir qarorga kelaylik. Bu Ramazonda biz faqat oshqozonimizni tozalab qolmasdan, mingimizni va ruhimizni format qilaylik. Sizga ikkinchi topshiriq ketdi. Telefoningizni qo'lingizga iling. İçideki sizning vaqtingizni o'g'irlaydigan, ruhingizni bulg'aydigan, sizga axlat uchurlarni to'shiydigan eng az 3 tane appni yoki 3 tane grup va sahifani hozirning o'zida mana mushu minutda o'chirib eting. Hech ishkilanmang, delete knopkasini bosing. Ondan joynimizda o'ltirib Allohga shundoq deng. Ey Alloh, men bugun sening roziliging uchun va millatimning ozodligi uchun qalbimdagi mushu kirlardan voz kechdim. Mening ichimni pokizligin, shu pokiz yerga iymon va g'albi binosini solgin. Mana bu digital detox, ya'ni raqamlik va ruhiy tozalanish mashg'uloti. Buni qilolmasangiz siz texi o'zingizning xo'jayini emas. Qani kim qila oladi ekan? Bugun biz o'zimizni o'zimiz tozalaylik. Ati mushu tozalangan pokiz yerga kuchlik motorni, ya'ni tavhidni yerlashtirish haqida suhbatlashamiz. Axlatsiz yep-yangi bir kunni ko'rishaylik. Allohga omonat.